edilar. Hammalarga tavsiya qilaman, bitta ikkita barq produksiyalarni olib doimiy ravishda o'zingiz ichib yurishinglar. Yosharasizlar. Meni yuzlarimda dog'lar ko'payib ketgan, qorayib ketgan yuzlarim. Oppoq ekanlar. Hozir ichganman, o'sha yuzlarim tiniqlashib, yaltirab, dog'larim ketib, o'sha o'zimni oldinga anaqaga qaytib olmadim. Даже men operatsiyani ko'tara oladigan ahvolda emas, immunitetim 0 edi. Bu narkozni ko'taradigan ahvolda emas edi. Vrachlar shuni hatto aytmayapti, sen davlening past, gemoglobining past, immuniteting 0, sen anaqa qila olmasliging mumkin ham deyishgan. Shu anaqadan batladan keyin juda ham o'tgan yil 3 oy aslında birinchi очистка programmani o'zida просто nima deydi anaqa shlaklarni ichidagi очистка programmani o'zida 5 kun ichganim o'zida одышка ketdi. Uyimni 3tagina zinasidan tushib hovliga chiqa olmasin. Shuni uyimni ichida yuraman faqatda. Mana fevralda shu diagnoz qo'yilgan bo'lsa, mart, aprel, may 3 oy uyimda уже bo'ldi, men anaqa operatsiyaga kirsam bo'ldi, chiqamanmi yo'qmi anaqa ekandim. 3 oy shu yotgan joyimda yotdim-da. May oxirida oldilariga bordim. Iyul, avgust 3 oy ichdim, sentyabrda уже yaxshi. Sentyabrda, уже oktyabrda 2-3 ta produksiyalarni olib ichib, уже dekabrda umri safariga ham borib keldim. Shu anaqamda Madrid samolyotda bemalol uchib, qo'limda 1,5 yoshli bolam bor. 1,5 yoshli bolamni ko'tarib 14 kun safarda yurdim. Shunaqa baquvvat bo'lib, sog'lom bo'lganimdan